Bilaman, call markazlariga, banklarnikiga ko'p murojaatlar tushadi. Karta qolib ketdi bankomatda yoki kartamdan pul yechildida pul mablag'ini chiqazib bermadi degan murojaatlar kelib tushadi. Shu holatda mijozlar nima qilish kerak? Bankomatda kartani yuborgan taqdirda ustida ko'rsatilgan raqamlar orqali bankomat tegishli bankka murojaat qilinadi va bankda mas'ul xodimlari o'sha joyida chiqib, shu uzog'i bilan ertasi kunning o'zida o'sha yuzaga kelgan nosozlikni, karta yutib olgan bo'lsa kartani chiqarib berish yoki o'sha pul yechilib berilmagan bo'lsa pulni berishni amalga oshirishadi. Endi karta yutib yuborilishiga sabab pin kod noto'g'ri terilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa holatlarda qanaqadir bankomatning o'zida nosozlik bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shu kabi holatlarda xavfsizlik nuqtai nazaridan kartani yutib yuboradi. Chunki karta o'g'irlangan karta bo'lsa, begona odam pul yechib olmasligi uchun o'sha 3 marta noto'g'ri tergan taqdirda bankomat yutib yuboradi va kartani egasi bankka murojaat qilgan taqdirda kartani egasini identifikatsiya qilib, bank xodimi kartani qaytarib beradi.